Arkadaşlar Alanya'dan sevgiler, saygılar, hürmetler. Hello. Pardon abi. Eyvallah abi. Oh shit ya. Baba. Hola. Estoniyalı akalarimiz. You are from Estonia, right? Yeah, Estonia. Hop, men zaryadim tugab qoldi, o'shaning uchun majburman normal holatda qo'ygani. Oshiq dengiz tomondamiz. Wow, amazing! Wave your hand! Oh! Oh! Eyvallah abi. Eyvallah abi. Eyvallah. Çok sağ ol abi. Eyvallah. Oo. İyisin, iyisin. Alanya'dan sevgiler ve saygılar. O rock işaretim oluyor, ülkücü işareti. Ülkücü işareti. İbrahim abi iyisin ha. Dengizga tushib suv olgan endi bilmadim debdi hozir cho'milish kuyayapti. Men bo'lsa mana shu holatdaman, sochig'im ham yo'q, alam qiladigan tarafi. Akalar, bugun biz sizlar bilan birgalikda hozir mana shu qaroqchilarni kemasiga chiqamiz. Keyin sayohat qilamiz. Alanya ham bu tarafdan u tarafiga yo'l o'tadi. Bilmadim qanaqangi bo'ladi. Lekin juda ham ko'p narsalarni ko'rsa kerak menimcha. Xo'p, ko'rishlaring mumkin temalarda. Atrof muhit umuman boshqa temani gapiryapti. Bu tog'lar, qal'alar, bu tarafda bo'lsa binolar. Kemalar kattaligi. Atrof muhit bo'ladigan bo'lsa umuman. Bilmadim bu kemalarga chiqishda narxi qanaqangi, qancha ekan bilmadim. Ben artık kafam kaldırmayın. Kemamiz. Merhaba abi. Abi fiyatlar ne kadar? Gelecek gruplar. Abi şimdi çıkış yapıyorum. Şimdi değil. Ne zaman? 1-2 saatten sonra. 1-2 saatten sonra olmaz. 1-2 saatten sonra olmaz. Ne zaman olacak? Ya da saat 3'te var. Saat 3'te var Ama sadece. 1 saatlik yani. Sadece 1 saatlik. Şimdi Ama ne? şimdi yani 4 saat. Şimdi Eğlenme, 4 saatlik. Parti var, yemek, içecek, yüzme her şey var. Yüzme de var. Tabii ki var. Nerelere gidiyor abi? Böyle dolanıp kaleyi, Kleopatra sahilden Ulaş sahile kadar böyle geri dönüyoruz yani. Onun fiyatı ne Güzel kadar nasıl? abi? Bu şimdi 800 TL. 800 TL. Evet. Все есть. Купание, пена-шоу, фаер-шоу представление. Gideceğim. Şimdi gitsem ne kadar? 700 TL hak yedim. 700 TL. 4 saat. Yemek falan var mı içinde? Var diyorum sana, yemek, Yemek içecek falan her şey da var. var ya. Olmayacak böyle. Bu parti olmayacak başka. Bu olmayacak. Yüzme şansı da var. Ha? Yüzme. Yüzme de var, parti var, yemek var, içecek var, her şey İçecek var. var, her şey Beleş. Zaten normal fiyat yapacaksın. Her yerde 1000 TL, 1000 TL sayılır ya. Para var mı sende? Para çıkar Para var. ver. Az bir şey var abi. O zaman çıkar ver geç yani bak Hop. şurada zaten çıkış yapıyoruz. Chiqishimiz bo'lyapti ekan. Hozir akalarimiz aytyapti 700 TLga 4 soat, 5 soat aylantiradi ekan. Suzish shansi ham bor ekan. Hozir ketadi ekan katta ehtimol bilan. Hop. Biz chiqamiz bo'lmasam. Записал? Da. Молодец. Ne yapacağım başka bir şey abi? 700 TL. 100 TL geç. Tamam. Hop, kapitan Ho'k kemasiga chiqyapmiz. Hozir suzish shansi ham bor ekan, bilmadim lekin 2 mavsumimiz bor ekan.
ko'rishlaring mumkin. Kemamiz tashqarida yana bitta videoga olib qo'yishim kerak menimcha bu kemani. Menimcha eng normalniy kemalardan bittasi. Opa qayerga ketyapti tushunmadim lekin kemamiz. Endi bilmadim, 4 soat aylantiradi bu yerda yurishimiz ham bor ekan. Kallan skeletlarini qaranglar, umuman boshqa gap gapiryapti. Borib, bu yerdan chiqing, qaytib kelib bu yerdan chiqaman akalar. Xo'p, kemani ichi. Hop. Bu yoqdan qal'ani ko'ramiz. Lekin atrof o'lyapti, bor o'shan o'rinlar bu yerdan maza qilib yuborishlar rahmat. Atrofga o'laman deyapti. Men bu yerda opalarimiz qayerga ketyapti tushunmadim. Menimcha sakramoqchi bo'lishyapti. Ularga ham emas normal ekan. Farq qilmaydi xullas. Men bu yerda hali cho'g'ayni botirlar emas ketyapti akalar. Chicha kontrast buzilyapti lekin. Xo'p, biz tepaga chiqamiz hozir. O jekchitda ham bor ekan tepada. Hop. O'zim ko'ryapman. James Pringles ice cream because money. We have also professional photographer. Let them please just working. They will make many beautiful pictures of you. They can buy. They can do everything for you. If you want, you can just buy it from them. She's doing the farm. Old shipyard. And after that, we are coming first. Double scale, four scale, and after that we are going Endi tepaga chiqamiz. and after the approximate looking dolphins, but dolphins is Nimaga not shans bor around ekan. here. In that time we have animation show, dancing, all together dancing and foam party. Eng and foam qiziq halam party. qilgani shunaqa. Almost 3 o'clock we are coming back to the harbor. It is our program, what we will do today, ladies and gentlemen. If you have this program, just applause, we want to help you. Thank you very much, thank you very much, thank you very much. Завожимости доброе утро, добро пожаловать в наша яхта Гюльбахче. Я буду говорить наша программа. Первый этаж у нас есть туалеты направо, мужчина туалеты налево, у нас есть туалет первый этаж, фрибар. Фрибар, когда вы хотите кола, фантастика, чай, кофе, это бесплатно. Второй этаж у нас есть экстра бар. Ekstra var, Menimcha ruscha biladiganlar bo'lsa aytyapti, nimalar bor ekan, o'shalar barimizni tekinlayapti. Мороженое, это бесплатно бар. Adashmasam Едет красный крепость, фабрика кораблей, там есть тоже 20 поплавок. После поплавок у нас есть 3 пещеры. Пещера, просто пещера, выедет Аканы qilib jekchitdagi. там есть тоже купаться. Bas hayronman to'g'risi. 12 часов у нас есть обед. Очень плохо. O't qushi bor ekan, eslicho'ga maza qilib aylanib yuribdi. Anne? Opamiz onaman deydimi, xullas shunaqangi ishongilaring kelmaydi xullas. Die rechte Seite für die Herren, linke Seite für die Damen-Toiletten. Bitte was die Papier ist für das Werkwerk. Das ist für uns Wichtigste. Freibad gibt's. Menimcha bu tarafi nisbatan chiroyli bo'ladi, chunki o'ng tarafida manzarani ko'rishlaring mumkin bo'ladi. Tizlik hamma yo'lga chiqib ketyapti o'sha aroqchilar kemasini ko'rishlaring. Menimcha aylangani zo'r joy manzarani ko'rgan hozir birinchi qavatga tushib oladigan bo'lsa, keyindan maza qilib ko'ramiz atrofga. Sevgili misafirler, şükür Allah'a çıkış yaptık. Teşekkürler.
Tekin barimizda churishsiz, Sprite, kola, Fanta, choy, yana bir nimalar bor ekanmiz. Atrof muhitimiz. Ben tepaga chiqib oladigan bo'lsam, juda ham yaxshi bo'lsa kerak, chunki manzarani qayim ko'rinmaydi ekanmiz. Tekin bo'lgandan keyin yaxshi ketadi hammasi. Kemamiz ketyapti sekin-asta. Biz bo'lsa aylanib yuramiz, boshqa nima qilishimiz mumkin? Bu manbada hech kim yo'q, arzoniydi. Aka bilmadim, lekin maza qilyapti. Hayotidan to'ydi shekilli menimcha. Xo'p, bo'lmasam odamlarimiz cho'milishda davom etyapti bu yerda. Kemadan sakragan holatda. Suvimiz tip-tiniq. Yana o'sha Allohning yo'li. Hop, oldin bu joy bo'ladigan bo'lsa qaroqchilar uchun mahalliy bandargohni shunaqangi narsani o'tagan. Hammasi cho'milyapti bularga. Langarimiz tushyapti adashmasam. Adashmasam biz cho'milgani to'xtadi. Qani ketdi. Now we will get our first meal break. First meal break we have stayed here. We can see around the boat please. 20 minutes we will stay here. Thank you very much. Cho'milaymikan, cho'milmaymikan bilmadim lekin bu yo'q ochiqligingiz. Bandargohda o'zi odamlar cho'milyapti. Vashsha hayronman hozir. Adashmasam 20 minut vaqt beradi. Cho'milaymi, cho'milmaymi? Sadece böyle. Nereden çıkardın? O kim taklattı? Selim abi bu tarafı çek Selim abi. Hangisi atladı? İbrahim abi iyisin ha. Tam yolu. Bende şey yok, arasana da. Nerede öğrendin? Kameraya sallıyor. Ne çekiyor seni biliyor musun? Hayat, hayat. Öteki tarafa çağırıyor. Özgür abi. Kanalda mı öğrendi yüzmeyi? Kanalda mı öğrendi? Kim? Özgür abi. Öteki taraf seni çağırıyor. Ha. Dikkat et o tarafa.
Hadi ben sana. Yoruldum abi. Eyvallah abicim. Çok teşekkür ederim. Vay. Xullas. Baribir cho'mildik hozircha. Menimcha oz-moz bo'ladi hozir cho'milishga. Cho'milish kerak. Chunki otellardan chiqyapmiz, boshqa qilyapmiz, cho'milmasa bo'lmaydi. Manzara. Bu manzarada cho'milishni o'zi ham, gashti ham boshqacha. Bu tarafı sochiqda ekan. Dengizga tushib, suv oldigan endi bilmadim deb hozir cho'milish tugayapti. Men bo'lsa mana shu holatda men sochig'im ham yo'q, alam qiladigan tarafi va oyoqlarim urilib ketyapti. Tepaga chiqib olamiz. Quyoshgacha yaqinroq bo'lsa, sarroq bo'lsa kerak menimcha. Aşağıda var. Değil mi? Bitta insonlar maza qilib yotibdi. Cho'milish vaqti ham tugadi, manzara shunchaki vashcha chiroyli. Aytga barbidi deb qo'yishibdi, nima qilishibdi? O'g'irchoqlik deb qo'yishibdi. Shunaqangi chiroyli, mana bu nihoyatda balandda joylashgan. Ko'rishlaring mumkin. Hozir mana shunga yaqin bo'lib ketyapti. Mana shuni tepasiga ham chiqib turamiz. Students are now strong. You can just now rise up and walk with. Proszę było wyklasać na prowadzenie. Także będę piszę Pilato, tam jest duża dyplomacja, to znaczy. Cywilizacja sama, nie wiem, człowiek ten ikbar, jest kostą dalmarcy. Rozlegliwe te, które stają na szankę polegać. Kebabimiz chayqalyapti. Osmon. Bu prosta ajoyib, chunki betdan chiqadigan joy yo'q, boshqa yo'q. Bu bola suzib yuribdi. Qanday kelgan bu bola? Kema hali to'xtagani ham yo'q, hattoki. Orada şimdi bunların mağarası var. Bunlar buradan çıkıp oradan çıkıyor, oradan atacak. Ular o'sha yerga chiqishyapti, sakrashyapti, boshqa narsa. Onlar yukarı gidecekler, şurada bir yer var, oradan atıyorlar. Tabii. Onların mağara gibi bir yeri var. Estoniyalik akalarimiz. You are from Estonia, right? Yeah, Estonia. Kemamiz
Akamiz o'tyapti. Akalar ko'rishlari mumkin, bitta g'olib bor ekan, odamlar chiqib sakrayapti, boshqa qilyapti. Aka o'zini shunaqangi qahramon deb tasavvur qilyapti, qo'yaverasizlar boru. Ali hazır mıyız? Jump, jump, oh my god. Také napravo od lodi púšti vidíš. Vypadajú slnečné lúče a takisto aj za svitu mesiaca. Je to také prírodné akvárium, kde žijú turecké pirania. Harbiden öyle ama ha. Shunaqangi qo'shiqlar bo'lyapti, odam maza qilib o'yinga tushish kerak просто. Lekin bu yerda hop, bu taraf Kleopatra beachini ketyapti. Kleopatra plaji. Beni de verme. Hello. No, thank you. Hello. Hello. Evet Galip abi seni de çekelim. Alanya'dan sevgiler ve saygılar. O rak işareti mi oluyor, ülkücü işareti? Ülkücü işareti. Kaptanımız Yunus Emre. Takashi. Magat. Kaptanımız Yunus Emre. Bana dönüyor mu? Evet arkadaşlar, Alanya'dan sevgiler, saygılar, hürmetler. Bu Alanya'nın en gözde plajlarından bir tanesi olan Kleopatra Beach'i gösteriyoruz size şu anda. Gördüğünüz gibi. Evet. Gösteremiyoruz, gösterdik. Oo. İyisin, iyisin. Yok ya. No, it's swimming finish. Okay, all swimming. But how long will he be? How long will he be doing? Ne demek istiyor Yunus? Yes. How long is he driving that? Kaç dakika sürebilir diyor. Yüzme molası bitene kadar sürebilir. are finished the swim break, you can so you can swim all swim break. Evet, bunlar da geminin kaptanları. Evet, kaptanın götü görünüyor. Kaptan yardımcısının götü görünüyor. Evet, dikkat edelim abi müşterimize. Dikkat edelim. Evet. Ne diyor abi bu diyor bak. Brother. Sorry. Ne oldu? Yapma ha. Abi Oraya gidip gelemiyorsun. hayır, oraya geçemezsin, pervaneyi sana. Bu taraf yok. Mehmet abi. Görürler değil mi Morban'ı? Görürler. Bunlar çok var. Pervanede adam bunu ayağını kaydet. Hayvanlar diyeceğim. Adam ayağını kaydet. hop. Bu yerda ham Kleopatra plajida cho'milib chiqib oldi. Shunisiga ham shukur. Bu mazarda cho'milish boshqacha insonga zavq beradi. Atrofda bag'da plyajlar, bag'da insonlar cho'milyapti. Ko'rishlari mumkin, bu yoq allaniya o'tib ketyapti. Akamizdan ruxsat so'radi, tepaga chiqib video cheksam bo'ladimi deb, sakrasam bo'lmaydi ekan lekin.
yana bir marta sakragan ketyapmiz. Volkan kelyapti. Yoruldun mu? Eyvallah abicim. Çok teşekkür ederim abi. Akalarimizga rahmat. Video olib turinglar deydigan bo'lsam tortmasdan olishyapti. Boshqa bo'ladi. Bo'ladigan bo'lsa. Hop. Bu yerda do'stlarimiz bor. Do'stda boshimiz yurib tepaga chiqamiz. Eyvallah abicim. Hop. Stabilizatorimiz. Ko'zim shanoringlar, dengiz suvi sho'r bo'ladi o'shaning uchun ko'zim yoshlanyapti. Kemamiz savat qilishda davom etyapti. Bu tarafdan ko'rishlaringiz ochiq dengiz. Shu tarafga qarab suzadigan bo'lsalaringizdan bilan kema nisbatan sokinlashdi hozir, chunki shamol bo'lyapti. Akamiz bo'ladigan bo'lsa. Wow. Shunaqangi ajoyib manzarada shunchaki mazza qilib dam olib o'sha Alaniyadagi mashhur Kleopatra plaji. Efendim abi. Eyvallah abi. Hop. Akalarimiz omad tilayapti. Shunday degan odamlar bundan mazza qiladi. Bunaqangi aylanadigan bo'lsalaring ko'rsanasiz, aylanasizlar, ko'rasizlar, insonlarni ko'rasizlar. Chayqalyapti to'g'risi. Shunaqangi narsalar bor shu bo'lgani. Shamol. Allah. Mana bir mazza qilib sayohat qilasizlar. Biz bo'lsa o'tiramiz, dam olamiz hozircha. Kemamizda bo'ladigan bo'lsa ovqat tarqatishyapti degan shekilli adashmasam. Bizning kemamiz bo'lsa yurishda davom etyapti. Ko'rishlaring mumkin. Atrofni men yaxshi ko'rgan yana bitta narsa bor, dengiz shunaqangi chiroyli, toza, Akdengiz deyshadi, oq dengiz. Suvi shunaqangi toza. Hop. Biz pastga tushamiz. Hop, ochirdi ko'rishlaring mumkin ekan. Hamma orqaga turyapti, keyin satan olyapti. Biz bo'lsa hozir pastga tushib boramiz, chunki unaqangi kutadigan vaqtimiz yo'q. Meni sayt kampir. Okey. Men pastga ketyapman. Menga hozir kerakli bo'lgan narsa deb borishim kerak. Pastga tushgan yo'ldan charchab ketdi.
ham ovqat olgan, hozir kelamiz. Ovqat olgani kelishimiz kerak. Hamma chunki ovqatini olibdi. O g'orning ichida eng qizig'i odamlar turyapti, kelyapti. Mana bu yerda biratan bo'lsa cho'milyapti. Diving qilyapti. Kameram insonlarga u darajada chiqazib bermayapti. Bu tarafda ham ko'rishlaring mumkin. Kemadan insonlar cho'milishyapti, sakrashyapti, boshqa narsa qilishyapti. Har doimgidek men o'zim yaxshi ko'rgan ochiq dengiz. Shu manzaralarni ko'rish hammamizga o'zimiz yaxshi ko'rgan inson bilan, ota-onalarimiz bilan ham ko'rish nasib bo'lsin. Xo'p, bizga shunaqangi ovqat berishdi. Bu yerda tovuqi bor ekan, undan keyin salatasi bor, makaroni bor, keyin guruchi bor. Salatini yedim, yaxshi. Hozircha endi tovuqni yeymiz, keyin kartoshkasi bordi. Umid qilaman. Akalar bu yerda ham odamlar cho'milyapti ekan. Hozir endi cho'milgani harakat qilamiz. Kemamiz o'zi bu yerda ham to'xtadi. Yo'da bor. Hozir yana kimdandir iltimos qilib ko'raman. Men stabilizatorni ushlab turishiga ko'ramiz. Qani ko'rishamiz. Wow, amazing! Wave your hand! Videoga olyapti ekan shekilli. Akalar nima bo'ldi? Afan qo'yladi. Nima beribsiz? I am from Kurdistan. Oh, eyvallah amigo. Ben O'zbekistondan. Eyvallah. Eyvallah. Çok sağ olun. Eyvallah. Hop, men zaryatim tugab qoldi, o'shaning uchun majburman. Normal holat qolgani. Ochiq dengiz tomondaman. Hop. Ko'rishlaring mumkin, ochiq dengizga chiqib oldi.
Odam mazza qiladi.